Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Siz haqida kanalni tomosha qilyapsiz. Bugungi dasturimiz Amir Ko'zchio'g'li haqida. Sevgi iztirobi filmi orqali ko'pchiligingizga tanish bo'lgan Amir Ko'zchio'g'lining asl ismi Kan Urganchi o'g'li bo'lib, u 1981-yilning 8-may oyida Izmir shahrida dunyoga kelgan. U shu shaharning xususiy o'rta maktabini tamomlagandan so'ng oilasi bilan Amerikaga ko'chib ketadi va u yerda kollejni tamomlaydi. Yilda Kan Turkiyaga qaytib kelib, universitetga o'qishga topshiradi. Shu davr ichida turkiyalik prodyuser Abdulloh O'guz Kanni o'zining serialida tasvirga tushishga taklif etadi. 2007-yilda Kan universitetni tamomlab, 2008-yilda Amerikaning Nyu-York shahriga aktyorlik saboqlarini olish uchun jo'nab ketadi. 4 oylik o'quv kurslaridan so'ng Kan o'zining aktyor va model karyerasini boshlaydi. Hozirgi kunda aktyor 30 dan ortiq filmlarda suratga tushgan. Aktyorning shaxsiy hayotiga kelsak, u Deren Mermersha ismli qiz bilan uzoq vaqt uchrashib yurgan. Lekin 2013-yilga kelib ularning yo'llari ayro ekanligini tushunib ajralishadi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan so'ng Kan Zaynab Oymak ismli fotograf qiz bilan tanishib qoladi. 2016-yilda esa sevishganlar bir-birlarini ota-onalari bilan tanishtirishadi. Oradan 1 yil o'tib, 2017-yilning yoz oyida ularning to'ylari bo'ladi.